Iltimos, mana shu xatolarni qilmanglar. I am eat breakfast. She is goes to work. We are cook dinner. Yo'q, bu gaplarni hammasi xato. Qachonki o'quvchilar mana shunday xatolarni qilsa, asablarim raqsga tusha boshlaydi. Chunki ko'p o'quvchilar mana shunday oddiy turdagi xatolarni juda ko'p takrorlashadi. Xo'p, bu yerda, bu gapda ham to be fe'li, ham asosiy fe'l, ya'ni harakati bor fe'l kelmaydi. Shunda o'quvchi nima deydi? Yo'q ustoz, siz bizga o'rgatgansiz. Ya'ni I am, you are, he is, she is, we are, they are deb. Xo'p, to'g'ri. Bular to'g'ri, lekin har doim siz to be fe'l bilan bir bitta oila bo'lib yashaysiz degani emas. Ingliz tilida boshqa mavzular ham bor. Xo'p, oddiygina aqlli farqini ajratamiz. Qachonki biz ingliz tilida holatimiz haqida fikr bildirsak, unda to be fe'lni ishlatamiz. Ya'ni holatimiz, harakat emas. I am happy. Men xursandman. She is tired. U charchagan. Yoki yoshni aytsak, he is 45 years old. E'tibor bersangiz, bu gaplar hech birida harakat yo'q. Lekin harakati bor gap tushsak, deylik, I eat breakfast every morning. Men har ertalab nonushta qilaman, nonushta yeyman. Harakat bor bu yerda. I am eat emas, balki I eat. Yoki u ishga boradi. She is goes to work emas, balki she goes to work. Bu yerda bormoq harakati bor fe'l. Shunda to be fe'li kerak emas. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, oddiy hozirgi zamonda gap tuzsak, harakati bor gap tuzsak, bunda to be fe'li kerak emas. Asosiy fe'l, ya'ni harakati bor fe'lni ishlatsak bo'ladi.